Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi do'lkimiz Shobotul Aziya Grand to'yxonasida 1780 metr kvadrat noturlarimiz sotuvga chiqdi. Yanında Aziya Grand'imiz Tilla 1 restoranı, kafe joylashgan. Evvel Sharshara kafeydi. Yine görüşler mümkün. Obunachilar, benim sene Visoko Volt bemalol foydalansa bo'ladi ekan. Bu noturlarning 1780 metr kvadrat ekan. 780 metr kvadrati qurilgan, yine qurilish osti. 2 qavat ham 100% pishgan karish, plita bilan bosilgan 2 qavati shifr bo'lgan. Bu gloniy eshikimiz, narigi tomonda ikkita eshikimiz bor. Bu tomonimizga kelsak, pajani xoddan giriladigan yo'limiz ham bor ekan. Pajani sistema uchun alohida bo'lib. Esa birinchidan har bir eshiklarimizni ko'zatib, kvadrat metrlarni aytib. Asosiy maqsadi bog'cha uchun qurilgan. Odam o'zi ishlab chiqarish qilsa bo'ladi endi. Xalasansa bo'lsa bir maktab, xususiy maktab qilsam bo'ladi, klinika qilsam bo'ladi. Har kimning o'zining xohish istagi. Esa endi narigi tomonlari challar bilan tushuntirib o'tsak obunachilar. Obunachilarimiz bu endi ikkinchi eshikimiz bu, to'g'rimi axir? Bu ikkinchi arkasi gloniy birinchi edi bu, to'g'rimi? Hop. Bu endi asosiy ulug' studiya format etib qo'ysin buni, to'g'rimi axir? Bularning no, hojatxona, yunishxonalar ham bular. O'zi aslında bog'cha maktab uchun moslangan bu, to'g'rimi? Proyekti, sxemat. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqadigan litsenziyamiz obunachilarimiz. Shunda bir necha metr shu kvadrati bu yerning hozir. Shu turgan yerimizniki. 18'e 12. 18'e 12 bu, to'g'rimi? Bu arka giraverish yerimiz edi bu. 18'e 12. Va 18'e 12 dan. Bo'ldi. Yine xonalamiz buni. Obunachilarimiz. Yine görüşler mümkün. 100% pişen karish, ketajan 2 qavat ham plita bilan bosilgan, to'g'rimi? Yine. Benimiz endi bu yana bir eshikimiz. Bu Vannadan bu pajarni proxod. ha, pajani proxod bu. Bo'ldi. Buni eshik gözet doğru katta eshikmi? Yine bu gloniy eshikimiz yine obunachilarimiz. Ava, gloniy eshikimiz bu. Yine obunachilarimiz, bu yerda oynamiz 1, 2, 3 oyna qo'yilib o'tilgan eshiklari yine. Bu yerda yine gloniy eshikimiz ekan. Yine zinalarimizni ko'rishlar mumkin. Yine chiroyli etib. Hozir endi ikkinchi qavatni tomosha qilsangiz. Obunachilarimiz ikkinchi qavatni ko'rishlar mumkin. 100% pishgan karish, 100% plita bilan bosilgan yine sesma qo'yishlar deb chiroyli etib ko'rishlar mumkin. Natural ajoyib lokatsiyalardan gap bo'lishi mumkin emas. Birimizini çıqqanın bu tamam seni uzun yol edeceğimiz ekan. Yine giriş yerimiz bir yerdeydi. Gloniy kodumuz bir yerde 3-4 yerden girildi ekan. Bir de yine bir suyunlu formata düzeltilgan. Biz aslında bunu terkibine gelsek bog'cha, maktab uchun moslangan zdayna bu naturalimiz. Ne obunachilar. Ullu birimizde studiya formatımız ki xonalamiz oddiy böyle. Ağanadan xalasam onu bölsə bo'ladi, xalasa özünü şunu xohish istak bilan chilat o'tilsa bo'ladi ekan. Birinchi qavatlar ham o'zgacha, ikkinchi qavat ham o'zgacha ekan. Bu yerda yana bir xonamiz, ko'rishlar obunachilar. Oynalarımizga kelsak, akvaramla qo'yilib o'tilgan yine. So'z dalil isbot edimiz. Bu yerda bir xonamiz yine. Oynalari tashqariga qargan. Bu yerda yine obunachilar yine bir xonamiz ekan. Endi chiqdikdan bu xonamiz bir yere bir xona bo'lingan ekan. Bu xonamiz aslında bir yerda eshik ochilib o'tilgan. Bu tomondan giriladi ekan. Yine bir yerdan giriladi. Tok montajlar bu turibdi bu yerda. Yine bir yerden giriladi ekan obunachilar. Endiki bu üçüncü xonamizga girsek. Bu yerda giraverish yerda bu tomonimizdan eshikimiz bor edi. Litsenziyamiz bu yerdan bir, giradon yer narigi tomonda bir. Gloniy endi bu. Xolasa og'anadan bölüp buni foydalansam bo'ladi. Bu üçüncü giradon. Otumuz yine giraverish yerimizdan benim yeng tushgan ekan. Bu endi qo'shimcha eshiklari ochilgan ekan. Yine obunachilar bu yerda bir xonamiz ekan. Bu tomonda yana bir xonamiz. Shunda biz zdaniyamiz общий kvadrat metrine kelsak 780 metr kvadrat ekan. Natural 100% pishgan karish, plita bilan bosilib, qo'shimcha yana 1000 kvadratdan
Özünü yeri var. Abunatçılar. Şunda bu illərin hamısına görüşlər mümkün. Yine bir obzor atıb köçələrin yine. Köçələrin genişkən. Bu tamamlanan saxaməət bərsəyin yine. Yine abunatçılar. Ağzı aslan. Beyni. Yine bir işçimiz. Yine bir obzor atıb. Yine pajanı foto berimiz görüşlər mümkün. Yerimiz yine görüşlər mümkün abunatçılarımız. Bemalol maşın sığad ekan. Yine girip bir xonamiz yine yerimiz ham 18'e 12 metr ekan xullas. Sanırım ahırkı xonamı gözetib o'tsak endi nereye tomonlarni gözetdik, eshiklarni pajanı xod glonisi B giradom yeri B eshigi B nereye tomonlar bir etaj ekan ak foydalanamiz yine görüşlər mümkün. Söz dalili ispatı. Bu tomonimizda ne sharshayondan girse bo'ladi ekan. Abunatçılar berimizde iç halları bilan tomosha qildingizlar. Endi bu tomonlarimizni ham tomosha qildingizlar yine. Yine görüşlər mümkün. Bemalol foydalansa bo'ladi ekan. Bu tomonimizda oxirgi xonamiz bir qavatdan tashkil topgan ekan. Yine demir eshik, nergi poqsodim haddi bor. Yine uzun katta 780 metr kvadrat ekan. Xullas yine boksumuz ve nazı garaj sifatida foydalanib turibdi ekan. Yine lestnisamiz yine lestnisam beklengan. Narx olsuna qiziqsansa bemalol bog'lanarsa mulk egasi bilan o'zini savdo qiladi. Faqat bizda reklama qilamiz. Lokatsiya nomeri aytaman. Shavot yo'l, Sharshara kafe yozdi. Asiya Grand restorani to'yxona yonida joylashgan. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi videoda görüşguncha. Duoingiz uchun katta rahmat.